Shayxontohur tumani Samarqand Darvozada 3 xonali xonalar alohida bo'lgan kvartiramizni bugun xudo xohlasa mana tugatdik. Yakunlash bosqichidamiz, topshirish jarayonida. Hozir sizlarga avzorini qilib beramiz. Mana remont qanaqa bo'lganini. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ko'chaga kiraverish eshigimiz bo'ladi. Bu joyga shkaf yasatishga joylar qoldirib ketdik. Laminatlarni ham yaxshisidan tanlandi. Ko'rishingiz mumkin bu. Hojatxona qismimiz bo'ladi. Yaxshi kafillardan qilindi. Bu esa dushoy qismimiz. Bu yoqqa rakminalar qo'ydik, bu yoqqa sterilga qo'yishning joylari bor. Sushilkalar qo'ydik. Bu esa ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bu joylarga ham joyga shkaf yasatiladi. Ko'rishingiz mumkin yaxshi lyustralardan osdik, yaxshi aboylar, machetlarga patmos aylantirilgan gips kartondan. Bu esa ikkinchi xonamiz bo'ladi. Bu esa bolalar xonasi. Buni ham ko'chaga qaragan romlari bor, yaxshi lyustralardan osdik bunga ham. Eshiklariga alohida baho berasizlar. Oppoq, bejirim eshiklar. Mana bu esa zal qismimiz. Zal qismimiz ham kattagina. Buni ham ko'chaga qaragan romlari bor. Kuxnyamizni chiqazdik. Bu yoqda gaz emas, elektroplitadan foydalaniladi. Shuning uchun bu yoqqa chiqazib qo'yildi. Balkonimiz ham mana ko'rishingiz mumkin, yaxshi remont bo'ldi. Dekor plasdan obshipka qildik. Patloklari ham dekor plast bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, yaxshi kafillardan farqlar qilib taqib qo'ydik bu joyga. Рабочий stol yasab yuboriladi. Anaqa uchun ko'rishingiz mumkin. Mebellarni yaxshisidan qo'yib qo'ydik. Uyg'oq qilib. Yaxshi lyustralar taqildi. Kimga shunaqa remont xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib bormaslik uchun bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Remont xizmatlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshilab remontlarni o'tkazib, chiroyli qilib o'tkazib beramiz, xudo xolasa.